Chinor Residence loyihasi 12 qavatdan iborat, 5 ta podyezd mavjud. Yer ostida 100 ta avtomobil uchun joy qilingan, yer ustida ham 100 dan oshiq avtomobilga joy bor. Bolalar maydonchasiga ham katta maydon ajratilib, o'zini alohida yopiq hovlisida bog'chasi ham bor. Qurilishlar o'zi qachon boshlangan? Qachonda topshirasizlar? 2025-yil may oyida boshlaganmiz. 2026-yil oktyabrda topshiramiz. Hozir 11-qavatga ko'tarildik. Men sizga Markaziy bog' tomonga qaragan kvartirani tavsiya qilgan bo'lardim. Farg'ona shahar Oq markazidagi loyihamiz sizga yoqdimi? Yo'qdi. Shartnomani rasmiylashtiramizmi? Bitta o'ylab ko'ring. Allo? Uyni oldida turibsanmi? Ha? O'sha kvartirani olgin. Yaxshisi ikkita ol. Bitishi bilan narx ko'tariladi. Sen o'zi kimsan? Men kelajakdan kelgan senman. Gapimga yaxshilab quloq sol. Bo'lmasa keyin afsuslanasan. Mayl xayr. Said Kamol, shartnoma bering. Shartnoma imzoladik. Bir nechta qo'ng'iroqdan keyin planda ham yopamiz Odina. Bo'lgu Said Kamol.